Kechirasiz. Assalomu alaykum. Naqd 300 ming so'm pul uchun bu kishanlarni taqishga rozimisiz? Go, davaychi. Faqat bu kishanlardan xalos bo'lish uchun siz avval aravachadagi sovg'alarni egalariga topshirishingiz kerak bo'ladi. Va 300 ming so'mni kishandan qutulsangizgina qo'lga kirita olasiz. Tayyormizmi? Oson. Yaxshi. Birinchi shart, oppoq ko'ylak kiyim kiygan qizni topib va unga bu sovg'ani Qorbobodan ekanini aytib sovg'a qilish. Da, ko'rdim. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Это вам передал Qorbobo qanaqa bo'ladi ruscha? Ded Moroz. Передал. Хорошо, спасибо большое. Давайте. Ikkinchi shartimiz Bellissimoda mazali komo haqida odamlar bilan bo'lish. Oxirigacha eshitgan odamga bu sovg'ani ber. Ketdi. 1 minut vaqtingiz bormi aka? Bellissimo pizzasi haqida bilasiz? Bellissimo pizzasi ilovasida do'stlar uchun turli setlar bor. Masalan, do'stlar seti. Bu yoqda 25 santimetrli pizza, 8 ta sinabon, 5 ta to'g'ri strips, 2 ta razliv kola. Narxini bilasizmi? Atigi 89 mingga. Yetkazib berish 35 daqiqada va bepul. Ilovani yuklab bemalol buyurtma bersangiz bo'ladi. Mana shu ilovadan olsangiz bo'ladi. Mani gaplarimni oxirigacha eshitganingiz uchun sizga Bellissimodan mana bunday podarka bor. Kola, sinabon, 25 santimetrli pizza и stripslar. Bizda oxirgi shart, oyisiga telefon qilib yaxshi ko'rishini aytgan odamga sovg'a berish. Ketdi? Osonmi? Voy, bizda shart bor edi. O'sha oyingizga telefon qilib yaxshi ko'rishingizni aytsangiz, sovg'a bor edi. Алло, я вас люблю. Я вас тоже люблю. Shartni bajarganingiz uchun sizga sinabon, strips, pizzamiz. Umrimdagi eng oson 300 ming so'mlar. O'sha shart ham hal. Birdaniga tarqatib bo'ldingiz hammasini. Da, uchalasi ham hal. Yo'q, vaqtida bajarib kelganingiz uchun ham naqd 300 ming so'm sizniki. Faqat bitta savol beraman. Bu videomiz 50 mingta layk yig'ishi bilan biz odamlarga nima berishimizni xohlardingiz? 50 mingta layk yig'sa mana shu video odamlarga mashina berishdan xohlardim. Mashina. Da. Okey, 50 mingta layk yig'ishi uchun ham hoziroq layk bosib qo'yinglar.